Nimaga Eron benzinini O'zbekistonga olib kirish qiyin? Xo'p, bunga o'z fikrimni bildirib o'tib ketaman. Sabablardan birinchisi bu Eron xalqaro taqiqqa uchraganligi uchun pul o'tkazmalarida katta muammoga uchraymiz. Ikkinchisi transport muammosi. Erondan O'zbekistonga yetib kelguncha bir nechta chegaralarni kesib o'tadi. Bu esa ko'p vaqt talab qiladi. Yoqilg'i esa qancha ko'p vaqt o'tgan sari shuncha pateriya holatiga yuz kelib, bu esa tadbirkorni hisob-kitob, ya'ni moliyasiga katta ta'sir qiladi. Uchinchi va eng asosiysi, Eron aynan benzinda o'zida ko'radigan bo'lsak, xalqiga o'sha sifat guvohnomasiga talab beradigan benzinni subsidiya asosida juda ham arzon chiqarib beradi, ya'ni arzon yetkazib beradi. Eksport qiluvchi zavodlarga esa aynan o'sha xalqqa yetkazilayotgan sifat guvohnomasidagi normalar bo'yicha eksport qilishga taqiq qo'yadi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsam, 1 litr benzinning og'irligi o'rtacha 725 va 740 gram orasida bo'lsa, eksport qilinayotgan benzinning og'irligi bundan og'irroq bo'lishi kerak. Bu bo'lsa, mahsulotni sifatiga ta'sir qilmasa ham o'z tannarxiga juda katta ta'sir qiladi. Shu uchala muammo borligi uchun ham Erondan yoqilg'i mahsulotlari O'zbekistonga juda ham kamdan kam kirib keladi. Yoqilg'i va tadbirkorlik bo'yicha ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, menga obuna bo'lib kuzatib boring.